Masalan, men go'shtli taomlarni odatda qo'l bilan yeyman. Nega? Tibbiyotga qaytaylik. Mana shu 3 ta barmog'imizda yaratgan egam tomonidan shunaqa narsa o'rnatilgan, ushlagan narsangiz haqida miyaga signal jo'natadi. Va miya, masalan, shu go'shtni ushladingiz, o'shandan signal boradida oshqozonga go'sht boryapti, go'shtni hazm qiladigan fermentlarni tayyorlanglar deydi. Olmani olsangiz olmani. Endi uni qoshiq bilan vilkada yesangiz hech qanaqa signal bormaydi. Hech qanaqa. Mamamni ham eshitganman, shu qo'lni ushlaydi-yu, hajmin bilan ya'ni issiq sovuqligini bilish. Og'ziga solganda. Endi dahshat joyini eshitdim. Dahshat deganda qo'rqinchli emas. Shunaqa xalqimiz orasida haligi hayratlanarli joyini eshitdim. Bitta gastroenterolog akamiz bor. Buni ham men maqola qilib yozganman bir joyda. Men aytdim, mana shu 3 ta barmoqni taomdan keyin yalash kerak deydi ota-bobolarimiz, kitoblarimizda ham kelgan, bu qadriyat o'laroq qolgan. Aka, mana shuni sirini ayting-da dedim. Buni dedi, men dedi eshitganman. U akamiz gastroenterolog Turkiyada o'qiganda, Turkiyada malaka oshirgan. Men buni turk olimlaridan eshitganman dedi. Mana shu 3 ta barmoqda taomlanishni boshlashingiz bilan, qo'l bilan yeyishni boshlashingiz bilan, tirnoq bilan etni orasidan ko'zga ko'rinmaydigan darajada suyuqlik chiqar ekan. Oxirida yalashning sababi o'sha suyuqlikni oxirigacha yalab qo'yish, o'sha suyuqlikda taomni ichidagi zaharli moddalarni, zararli narsalarni kesadigan ferment bor ekan. Biz qoshiq bilan, vilka bilan yeymiz-ku, oshqozonni ana shu rasvo qiladi, ana o suyuqlikni ham oxirida yalamaymiz. Shu bilan biz gastroenterologni mijoz bo'lib turibmiz.